1 dekabrda tushgan milliy sertifikatning original testlar tahlilini davom ettiramiz. 31 masala. Bizga A, B va C, D to'plamlar berilgan bo'lsa, A birlashma C ning to'ldiruvchisi, kesishma B birlashma D qism to'plamlar sonini topishimiz kerak. A birlashma C ni topadigan bo'lsak, A to'plamimiz -3 dan -5 gacha, B to'plamimiz -5 dan 3 gacha. Birlashadigan nuqtasi -4 dan 6 gacha. Ya'ni A to'plam C ning qismi bo'lgani uchun C to'plamini o'zini olib ketamiz. Endi buni to'ldiruvchisi degani butun son o'qidan quyidagi to'plamni chiqarib tashlaymiz. Chiqarib tashlasak, -4 dan kichik, 6 dan katta sonlar chiqadi. Endi B birlashma D ni topadigan bo'lsak, B to'plamimiz -5 dan 3 gacha, D to'plamimiz -3 dan 7 gacha. Birlashtiradigan bo'lsak, -5 dan 7 gacha son hosil bo'ladi. Ikkosini kesishtiradigan bo'lsak, quyidagi to'plam hosil bo'ladi. -5 dan 4 gacha, 6 dan 7 gacha. Bu to'plamni qanoatlantiruvchi sonlar, e'tibor bersak, -5 va 6 sonlari bor. Ikkita elementdan nechta qism to'plam tuzish mumkin? 2 darajasi 2. Ya'ni 4 ta qism to'plam tuzish mumkin. Ya'ni o'sha qism to'plamlar 0, -5, -6 va -5 va -6. 32 4 xonali sonlar ichida, 4 xonali sonlar hammasi toq sonlardan iborat. Bu sonning 5 ga karrali bo'lish ehtimolini toping. Ya'ni 4 ta son, oxirgi raqami 5. 3 ta son 1, 3, 5, 7, 9 bo'lishi mumkin. Ya'ni 5 ta son bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi son 5 ta raqam bo'lishi mumkin, ikkinchi son ham 5 ta raqam bo'lishi mumkin, uchinchi son ham 5 ta raqam bo'lishi mumkin, lekin oxirgi raqam 1. Ya'ni bu kombinatorikada ko'paytirish qoidasiga ko'ra 5 ko'paytiramiz 5 ko'paytiramiz 5, ya'ni 125 ta son bor ekan. Endi bo'lish ehtimoli deyapmiz. Ya'ni 4 xonali sonlar jami nechta? Eng katta 4 xonali son 9999, eng kichik 4 xonali son 1000 ayirib 1 da qo'shsak 9000. Ehtimollik ta'rifiga ko'ra m taqsim n. Boya m lar soni, ya'ni 5 ga bo'linadigan toq raqamlardan iborat sonlar 125 ta edi. Jami 4 xonali sonlar 9000 ta. Bo'lsak 1 taqsim 72. Keyingi masala, quyidagi sistemani qanoatlantiruvchi x, y juftligini topishimiz kerak. Uning uchun biz quyidagi ishni amalga oshiramiz. Sistemani ikkinchi qismiga e'tibor beramiz. Ikkinchi qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ko'rinishda bo'ladi. 3x lar qisqarib ketadi. Natijada y kvadrat -4 x chiqaradigan bo'lsak, y -2. Bunda ikkita ildiz hosil bo'ladi. Y -2 0 dan teng 0 ham sistemani qanoatlantiradi, ya'ni bitta ildiz 2. Keyingi ildiz esa x barobar y plus 2. Y barobar 2 ni birinchi tenglamaga qo'yib, quyidagi tenglamani hosil qilamiz. Bunda bitta ildiz 0 va 3. Ya'ni sistemani qanoatlantiruvchi y barobar 2 dagi yechim 0 va 2 va 2 3. Endi x barobar y plus 2 ni birinchi sistemaga borib qo'yib, soddalashtirishlar natijasida 4y kvadrat barobar 20 hosil qilamiz. Ya'ni y'imiz plus minus ildiz 5. Ya'ni bunda x'imiz quyidagicha bo'ladi. Ya'ni sistemani qanoatlantiruvchi juftliklar 4 ta ekan. 0 2, 3 2, ildiz 5 plus 2 ildiz 5 va hokazo. 4 ta yechimga ega ekan. B shahosasiga ko'ra, agar yechimlari x, y ko'rinishda bo'lsa, x larning yig'indisini topishimiz kerak. O'zi 4 ta ildiz bor. 4 ta ildizni qo'shadigan bo'lsak, 0, 3, ildiz 5 plus 2, minus ildiz 5 plus 2. Qo'shadigan bo'lsak, ildiz 5 da ketadi, 7 ga teng bo'ladi. Keyingi masala. 2 kosinus kvadrat 3x minus 4. Quyidagi ko'rinishdagi tenglama berilgan. Bu tenglamani minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oralig'ida eng kam yechimga ega bo'ladigan ildizlar nechta? Keyingisi 3 ta ildizga ega bo'ladigan a ning eng kichik qiymatini toping.
e'tibor beradigan bo'lsak, A shartga yechimini topishimiz kerak. Ya'ni uning uchun kosinus 3t ni 3x t deb belgilab olib, quyidagi kvadrat tenglamani hosil qilamiz. Kvadrat tenglamani yechadigan bo'lsak, bitta ildizi minus 1 taqsim 2, ikkinchi ildizi 4 minus 2a kvadrat. Endi buni kosinus 3x ga tenglashtiradigan bo'lsak, birinchisidan x1 barobar plus minus 5p taqsim 12 plus 2p taqsim 3. Ikkinchisidan mana bu ko'rinishda a musbat bo'lganligi uchun, a kvadrat musbat bo'lganligi uchun 1 ni qo'ysak va butun 1 ni qo'yadigan bo'lsak 2 kosinus 3x 2 ga teng bo'lmaydi. 2 ni qo'ysak natural deyapmiz. 2 ni qo'ysak manfiy minus 2 bunga ham teng bo'lmaydi. Ya'ni bu natural qiymati yo'q ani. Endi n barobar 1 0 1 minus 1 deb beradigan bo'lsak, siz quyidagi tenglamamiz 3 ta ildiziga bo'ladi. Birinchi ildizi minus 5p taqsim 12, ikkinchi ildizi 5p taqsim 12, uchinchi ildizi p taqsim 4, to'rtinchi ildizi minus p taqsim 4. Tushunarlimi? Endi B sharti yechimga ega bo'ladigan, ya'ni bunda 4 minus 2a kvadratni biz baholaymiz. 1 dan katta va minus 1 dan kichik deb. Baholaydigan bo'lsak, quyidagi oraliqlar hosil bo'ladi. Bu oraliqni qanoatlantiruvchi eng kichik son bu 1. Nima uchun? Minus ildiz osti 3 taqsim 2 degani minus 1,2 lari atrofi. Bu esa 1,2 lari atrofi. Orasida qanoatlantiruvchi eng kichik son 1.